servisga e'tibor beringlar. Servisda odamlar o'zini tajribasiga tayanadi sizlarni qaytib tanlashda. Ya'ni sizlarda kirgan payt iloji boricha odamdan kichik yomon emotsiyalar kam bo'lishi kerak, minimal. To'lov qilish vaqtida kimdirlarga qiyin kartani tering deydi, qog'oz qo'yadi. Bitta bosasiz, kirasiz, kutasiz, stress odamga. Yo kirgan payt birinchi kirganda navbatda o'tiradi. Bizda nima bo'ldi? Bitta osh markazi bordik, yangi ochilgan, odam ko'p, stress. Всё. Уже ikkinchi marta o'sha borayotgan paytda miyamizga nima keladi? Birinchi olgan stressimiz keladi-da, shunaqa. Har bitta holatda shunaqa. Nomini aytmaymiz. Demak, brendlarni servisga shu narsaga qaraladi. Ya'ni qaytaraman. Servisda odamlar olgan tajribasi, hissiyotlarini esda olib qoladi. Agar sizni oldingizga kirgan payt restoranda bitta yomon holat ham miyada qoladi, yomon assotsiatsiya bo'lib, kelasi safar kelmaslikka sabab bo'ladi. Sizdan o'sha bo'lib, bitta joyga qaytib bormayman dedingiz. Nima uchun? Chunki sizda yaxshi servis ko'rsatilmagan, qanaqadir yomon ощущение bo'lgan. Bu yerda yana aylanma tomoni bor. Yaxshi servis ko'rsatilsa, demak, mijoz kelish ehtimoli katta bo'ladi. Bu yerda ya'ni bu sohada agar restoran, mehmonxona sohalari bo'lsa, xodimlarga qaraladi. Lekin agar biz onlayn kurs sotayotgan bo'lsak, masofadan turib qanaqadir info mahsulotlar sotayotgan bo'lsak, agar bu call center va sotuvchi maslahatiga ham tayinlanadi. Ya'ni bu yerda shularga aksent qilish kerak. Ha, brend kerak, hammasida brend kerak, lekin yechadigan asosiy kalit faktorlar emas. Kalit faktor bu yerda sotuvchi, bu yerda servisda xodimlar va o'sha mijoz oladigan tajriba, bu yerda brend. Polkadan joy olish. Har xil strategiya qilinadi sotuvlarni oshirish uchun. Mijoz o'z-o'zidan darrov sotib olmaydi. Bilamiz, mijoz qaror qabul qilish uchun bir necha etaplardan o'tadi. Avval mijoz ehtiyoj sezadi. Mashina olishda aytaylik. Mashinasiga o'tiradi, mashinasi nimadir bo'ladi, buzilib qoladi, keyin o'tiradi, mashinasi ko'ziga eski ko'rinadi. Ehtiyoj qanaqa seziladi, paydo bo'ladi? Yangi mashina olish. Keyin ma'lumot qidiradi, nima olay? Ma'lumot qanday qidiradi? Ko'z bilan ko'chada qidiradi birinchi mashina olishda. Qaraydi, do'stda qanaqa mashina, ko'chada qanaqa mashina chiroyli ko'ziga ko'rinadi, tez yuradi, qanaqa tonirovka urilgan variantlari qanaqa bo'ladi, o'sha ma'lumotni qidiradi. Keyin internetda qidiradi. Keyin variantlarni solishtiradi. Bu narsa menga to'g'ri keladi, pulimga, bu narsa to'g'ri kelmaydi, bu narsa qimmat, bu narsa arzon, bu narsa solishtiradi. Keyin tanlaydi bittasini. Ha deydi, bo'ldi, mana BYD ana falon modelni olaman. Keyin sotib oladi. Keyin fikr hosil qiladi, haydab ko'rgandan keyin qayta keladi yo ketadi. Qayta kelishi degani yana kelajakda yana BYD olaman deydi yo olmayman deydi. Keyin boshqalarga tavsiya qiladi yo qilmaydi. Mijoz darrov bugun ko'rgan narsasini tez sotib olmaydi. Bizda asosiy muammo mijozni qochirishimizda ko'rgan odamni darrov sotishga harakat qilamiz. Bo'ladi, ko'p sotuvchilarda ko'rgan payt bu qancha desa falon so'm olasizmi? O'rab beraymi? Yo'q, bu xato. Uni ko'p holatlarda asosan SMCG'da ma'lumot iloji boricha ko'proq berish kerak. Va hozirgi kundagi eng asosiy o'zi CJM degan narsa bor. CJM Customer Journey Map mijozni xaritasi, yo'l xaritasi bo'ladi. Mijoz bizda kelib xarid qilgancha qaysi davlatdan o'tib kelgan bo'ladi-da, qaysi joylardan. Oldin o'sha narsa o'rtalarida tavsiyalarni solishtirib kelar edi. Hozir mijoz bizga kelyapti-ku, o'zi bizda asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, mijoz zo'r informatsiyalar bilan kelyapti. Mijoz hozir hattoki vrachga borgan paytda qaysi dorini ichishni bilib keyin boradi. Yo dorini retseptini olgandan keyin kirib, o'qib analoglarni biladi-da. Ya'ni hozir mijoz internet orqali yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan. CJM o'zgargan, yildan yilga o'zgaryapti. Endi sun'iy intellekt hammasini buzib qo'ydi. CJM juda ham sezilarli darajada o'zgartirib tashladi. Bu haqida yana kelamiz CJM haqida. Umuman odamlar ikkita narsa uchun asosan sotib olishadi. O'tgan darsda o'tgan edim, ikkita narsa uchun. Umid va qo'rquv hissi uchun sotib olishadi. Vrachga odam nima uchun boradi? Doktorga. Tuzalish uchun. Umid. Og'irsa biz boramiz-da, asosan biz profilaktika uchun bormaymiz ko'p holatlarda. O'tib ketgan, qo'rquv, o'lmaslik uchun boramizda. O'lmaslik uchun vrachga boramiz. Chet ellarda o'zi endi bizga ham kiryapti bu madaniyat, o'zini tekshirib, check-up qilib turish, umid qilib, shu kelajakim yaxshi bo'ladi, sog'lom bo'laman doim emas, bizda asosan shu.
ko'p xaridlarning motivi ikkita asosiy omildan bo'ladi: yo qo'rquvdan, yo umiddan. Umuman agar sotishda muammolaringiz bo'lsa, bularni yaxshi bera olmayapsizlar, katta ehtimol bilan.